Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha sifatli reysiy avtobuslarimiz do'stlar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, davlat tomonidan qo'yilgan Primoy reysiy avtobusimiz mana ko'rib turibsizlar, Abu Sahid o'zidan akalar. Kimda kim shunaqa sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsa, bemalol behijolat telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar. Astana, Karaganda shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol behijolat do'stlar. Hozir inshaalloh sharoitlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ichki sharoitlarni Lejashi avtobuslarimiz inshaalloh haftada 7 marta reyslarimiz bo'lyapti. Do'stlar mana ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum, xonimlar akalar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammasi joyidami? Shep, qandaysiz? Akalar, ukalar, opalar, singillar mana ko'rib turibsizlar. Toshkent Astana, Toshkent Karaganda. Kimda kim shunaqa sifatli reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsa, bemalol behijolat mana orqa tomonda ikkita limestallarimizgacha bor. Oldida mana spokойно bitta limestalarda ketsa ham bo'laveradi.